Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Yengil vazn toifasida sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedov Dog'istonda Islom Maxachev nomidagi ko'cha paydo bo'lgani haqida hazil qildi. Avvalroq Islom Maxachev Dog'istonning o'zi tug'ilib o'sgan Seldik qishlog'idan uning nomi bilan ataladigan ko'cha paydo bo'lganini ma'lum qilgandi. Uning qo'shimcha qilishicha, bu boradagi g'oya Habibga tegishli. Agar shunday bo'lsa, qishloq sizning sarmoyangizni kutmoqda, deb hazil tariqasida yozdi Habib Nurmagomedov ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Eslatib o'tamiz do'stlar, shu yilning may oyi o'rtalarida UFC prezidenti Dana White Maxachev yengil vazn toifasida UFC chempionlik kamarini bo'shatib, yarim o'rta divizionga o'tganini ma'lum qilgandi. 15-noyabr kuni esa rossiyalik aralash yakka kurash ustasi yarim o'rta vaznda liga chempioni Jack Della Madrine'ga qarshi jang qiladi. Ular Nyu-York shahrida bo'lib o'tadigan UFC 322 turnirining markaziy jangida to'qnash keladi. Habib Nurmagomedov esa bu posti bilan Islom Maxachevga qisman g'alaba tilagan va motivatsiya bergan. Ya'ni Islom Maxachev agar g'alaba qozonsa yoki pay-per-view pullardan oladigan bo'lsa, albatta u barchasini mana shu qishlog'i uchun sarflashi to'g'risida gapirgan. Albatta do'stlar, nima bo'lganda ham Islom Maxachev va Jack Della Madrine o'rtasidagi jangda Islom Maxachevga omad tilab qolamiz va aynan siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Islom Maxachev yoki Jack Della Madrine? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa O'zbekiston terma jamoasi katta murabbiyi Rahmatjon Ro'zioxunov The Best Podcast dasturida Bahodir Jalolov haqidagi savolga javob berdi. Keling, uyim oldidagi Kondikenter reklama bannerida har doim turgan Bahodir Jalolovni misol qilaylik. U haqiqiy yulduz. Barcha media, tashqi reklama va boshqa joylarda bir kuni Kondikenter ushlab turgan bo'ladi. Bir kuni esa yelkasida televizor yoki yashil kiyimda. Men intizom va inson omili haqida gapirmayapman. Inson g'alabaga intildi, g'alaba qildi va keyin bo'shashdi. Shu paytga unga nima ham deymiz? To'g'ri aytdingiz, u juda ham mashhur, lekin bu faqat havaskor boksdagi g'alabalari tufayli. Hozir u professional boksga o'tdi, lekin reytingning o'rta qismida yoki undan ham pastroqdan. Buni unga faqat men emas, balki uning atrofida ishlaydigan barcha odamlar esga solib turadi. U allaqachon yuqoriroq pog'onaga ko'tarilishi kerak edi, lekin haligacha o'rtada turibdi. U reytingning yuqori qismida raqiblarni jangga chorlaganida ular rozi bo'lishmayapti va hech kim chorlovni qabul qilmayapti, deb aytib o'tgan O'zbekiston terma jamoasi katta murabbiyi Rahmatjon Ro'zioxunov. Qadrli do'stlar, albatta hozirda hamyurtimiz Bahodir Jalolov juda ham ko'p bokschilarga vizit tashlayapti, ammo hozirda juda ham ko'p bokschilar Bahodir Jalolovning chorlovlarini e'tiborsiz qoldirmoqda. Va qadrli do'stlar, xabaringiz bor, yaqinda Toshkentda bo'lib o'tadigan turnirda hamyurtimiz Bahodir Jalolov umuman mag'lubiyatsiz kelayotgan jangchiga, ya'ni Salimon Abeyduga qarshi jang qiladi. Albatta do'stlar, mana shu jangda hamyurtimiz Bahodir Jalolovni juda ham jiddiy sinov kutmoqda, chunki raqibi hali biror marta mag'lubiyatga uchramagan. Hamyurtimiz Bahodir ham umuman mag'lubiyatga uchramagan. Albatta do'stlar, mana shu jang oldidan hamyurtimizga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Bahodir Jalolov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.